Assalomu alaykum bizning obunachilar. Bugungi videomizda mana oldingi videomizda konstruksiyani ko'rsatdik, alyuminni mana qanaqa bo'lishini. O'zim tushunganimcha, men ustasi emasman, biz faqat ishlab chiqaramiz. Hop, mana sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Bizani alyumin mahkamlagichlar, ruschasiga shu крепление, средний, ya'ni o'rtasi, kimdir babichka deydi, kimdir средний прижим deydi. Mana quyosh paneli bilan turgan paytda bir-biri bilan tishlashadigan joyi mana. Mana yana bittasi, bu боковой прижим, концевой degani mana bunda ham xuddi shunaqa joylari bor. Quyosh paneli bilan shu alyumin joyi bilan bu bir-birini ushlab qoladigan, mana bunaqa qilib ushlaydi, qattiq ushlab turadi. Mana buni qalinligi qo'rg'ostonam bu 4 mm. Mana buniki bu joyi 4, bunisi 3,5, 3,8, mana 4, 3,9 shunaqa razmerlarda bo'ladi. Qalinligi mana baqvatligi. Bu alyuminlar haligi anaqa nima desa bo'ladi? Eski alyumindan qayta ishlangan emas, qayta ishlangan alyumindan emas. Bu hammasi yangi quyilgan alyumindan ishlab chiqariladi. Mana среднийni profili. Shundan kesib, teshib, shunaqa ishlab chiqaramiz. Bu anodirovka bo'lgan. Haligi qirganda uncha-munchaga chiziq tushmaydi. Bu окисление bo'lmaydi, haligi temir metal xuddi zanglagandek, bu ham shunaqa bo'lmaydi bu. Hech qanaqa negativ joylari yo'q mana. Shundan ishlab chiqaramiz. Qalinligi, sifati